bu qanday amalga oshirilganligi haqida sizga ma'lumot berishga harakat qilishadi. Ammo bu sir ekanligini aytishimiz kerak. Buni hech kim bilmaydi. Piramidalar qanday qurilganini ko'rsatadigan hech qanday chizmalar saqlanib qolmagan. Shuning uchun bu o'zga sayyoraliklar, vaqt bo'ylab sayohat yoki qandaydir texnologiyalar bilan bog'liq son sanoqsiz xayoliy nazariyalarning mavzusi bo'lishi ajablanarli emas. Ammo piramidalar qullar tomonidan qurilgani haqida keng tarqalgan afsona bor. Biroq so'nggi kashfiyotlar shuni ko'rsatadiki, piramida quruvchilari qul bo'lishmagan. Ular malakali ishchilar edi. Piramidalar yaqindagi yaxshi saqlangan qabrlar ularning mashaqqatlari, mehnati va fidokorligi mukofotlanganidan dalolat beradi. Agar bu ishchilar qul bo'lganlarida ular bunday sharafli dafn etilmagan bo'lar edi, ammo misrliklar qanday qilib piramidalarni qurishga muvaffaq bo'lishgan? Menga qiziq bo'lgan narsalardan biri shundaki, misrliklar g'ildiraklar haqida bilishmagan. Shuning uchun ular g'ildirakli uskunalardan ham foydalanishmagan. Aytmoqchimanki, bu toshlar sahro